Bolla, hozir sizlarga katta bino ko'rsataman. Toshlardan yasagan binoyimizda like bosib qo'yinglar, obunani ham unutmanglar. Kommentda yozinglar. Qanday hayron qolsanglar shunday yozinglar. Tushundinglar? Kommentda zo'r qilinglar. Mana okalar, qaranglar qanday chiroyli. Qaranglar qanday o'zim. Olmoqchi bo'lsanglar $100 dan ko'ryapsizlarmi? Umuman yiqilmaydi bu bino. Mehnat bilan yasagan bino bu. Nazar benim videomu buzyapsan ey. Abone bosmaylar, like bosmaylar. Qaranglar qanday qilib qo'ying. Qaranglar qanday uzunligini. Sizlar ham shunday yasa olasizlarmi? Buni kommentda yozing.